Shayxon Tohur tumani Jarariqqa kelganmiz. Okalar, mana shu Uguloyga tushgan uchastkani sizlarga ancha arzon narxda ko'rsataman. Hozirdan shu haybatini ko'rib, Yevroremont uchastkani sizlar o'ylashingiz mumkin. 250 ming dollar deb o'ylashingiz mumkin. Lekin ishoninglar, ketkizgan vaqtingizga achinmaysizlar, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. 1,5 sotuvga tushgan, ishoninglar, bunaqa proyektni uncha quruvchi ham qila olmaydi. Shu paytgacha bunaqa proyektni men ko'rmaganman. 1,5 sotuvga 7 ta xonali uchastka akalar, Yevroremont. Shundoq kirasizlar, yashab o'rasizlar. Yana bor Uguloyga tushganda ko'chalarni ko'rasizlar, kattaligini, kengligini, mana qaranglar, katta bo'lishi mumkin emas. Yoq tarafimizda tupik bo'ladi, pishkom chiqib ketadigan ko'cha bor, endi mashinada o'tib bo'lmaydi. Mana aniq mo'ljalimizni Jarariq Kanechka bo'lyapti. Mana bu yerda Ibn Sino Kanechkasi bo'lyapti, mana bu bozorcha bo'lyapti va kazinka ham bor. Atrofda maktab, bog'chadan ham muammo yo'q. Men unaqa deyapman. Mana bu yerda chastni bog'cha joylashgan. Okalar, fasad razmerimiz 15 ga, bunaqasiga 10 metrni tashkil qiladi. Bu mahallada kommunikatsiya, gaz, suv, svet, sentralniy kanalizatsiyadan muammo yo'q. Uy ichi kirilo, sizlarga bitta ko'rsating, remontiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasiz. Okalar, qaranglar, ko'pchilikchi mana shunaqa kafildan foydalanishmaydi, ko'rasizlarmi? Men unaqa deyapman, qish kunida sirpanib ketib, bosh yorilish hissiyapmas, bu g'adir budur, anu qor boru, momentalni yopishib yaxlamaydigan kafildan qo'yib qo'yishgan ekan. Bu darvozaxonamiz bo'ladi. Asosiy darvozadan kirishda bemalol mashinani qo'ysanglar bo'ladi. Devordagi biralariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Kirishimiz bilan chap qo'lda umumanlik joylashgan letniy oshxonasi bo'ladi va hojatxonasi. Hovlimizning letniy oshxonada ham mana qozon o'choqlarini, hamma narsasini rakminalari bilan o'rnatib qo'yishgan ekan. Yana bitta tarafiga qo'yil qoldim. Har bitta romni ko'rasizlarmi? Katta tashab ketilgan. Panoramli romdan foydalanishgan. Bismillah, xonadonimizga kirib kelar ekanmiz. Mashalloh, hozirdan like bosib qo'ying. Har bitta yiliga shunaqa xonadon kamida nasib qilsin, iloyim. Chap tarafda katta razmerda hol bo'ladi. Bemalol divanli zona qilib, oila davrasida har kuni keldi-ketdini mana shu kutsanglar bo'ladi. O'ng tarafdagi xonamiz bu ayollarimiz sevgan oshxona bo'ladi. Oshxonani ko'rasizlarmi? Lyustralarni qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi ranglardan foydalanishgan, kafillari ham hammasi o'z-o'zidan ajralib turadi, bir-biriga o'xshamagan holda. Hoffman xolodilnigi, Hoffman kir mashinasi, Hoffmanni kerak bo'lsa gaz plitalari, vichkalargacha, mana qaranglar, mebellariga gap bo'lishi mumkin emas. Eshiklarni ham shu zo'rdan qo'ygan ekanlar. Har bittaligiga nasib qilsin. Chap tarafda o'zining stroniy shkopi bor, o'zining oynalari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu glamli shit joylashgan. Yoq tarafimizda zinani tegidan unumli foydalanib ko'rasizlarmi? Kotelni xonamizda joylashgan, xonadonimizning yuragi shu bo'ladi. Istadigan hamma tizimlari mana bu yerda kompaktli qilib joylashtirilgan. Yoq tarafimizda ko'rasizlar, koridorimiz bo'ladi, yurib kelganda katta razmerda mehmonxonamiz bo'ladi. Lyustralarga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Abolarni qaranglar. Gap yo'q. Tovlanishini ko'rasizlarmi? Yaltirashini ko'rasizlarmi? O'zim yashab o'rganlarim kelib ketyapti bor. Tarketlar ham o'sha zo'r tarketlardan qo'yishgan. Radiatorga ham joy tashab ketilgan, televizorning zonasi bo'ladi. Xonadonimizda chopli pol va radiatorga qo'shimcha joy tashab ketilgan. Xo'p, bu yoq tarafimizda yuvinish xonamiz bo'ladi. Birinchi qavatimizni joy egalari aytayotdilar, xohlasa mana bunga kabina qilib, kerak bo'lsa qo'yib berish, kerak bo'lsa qo'yib beramiz deyapti. Yoq tarafimizda bitta detski xonamiz bo'ladi. Naq tashqariga qaragan ikkita derazasi bor. Lyustralar ham o'zgacha, chopli pol kollektor mamta joylashgan. Xo'p, endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqayotganimizda bitta narsaga e'tiboringlarni qarataman. Buni cho'rnoy holatda qoldirishgan zinani, chunki uy egalari har klient kelganda ko'rishga mana shu narsa zina dabdala bo'lib ketmasligi uchun xohlagan rangiga bo'yab beramiz mana mashina deyaptilar. Xohlasa qora, xohlasa boshqacha rang, xohlasa oq rangga bo'yab beramiz deyapti. Ikkinchi qavatga chiqib kelishimiz bilan katta lyustra kutib oladi va o'zini kattagina mana shunaqa panoramli oynasiga ega. Chiroyli pardadan qo'yib olsanglar, o'zi ham shinamgina xonadon bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqib kelar ekanmiz. Koridorimiz bo'ladi, ko'rasizlar, xonalarimiz ketma-ket joylashgan, chiroyli lyustralar, mana qaranglar, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, zinadan chiqib kelganda ikkinchi qavatga bu birinchi xonamizda, detskiy xonamizda bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Ikkita derazasi bor, radiator bor, chopli poli bor. Shundoq kiyim-kechak, gilamlar bilan shundoq kirasizlar, yashab o'rasizlar. Bu yoq tarafimizda yana bitta родительский spalni bo'ladi. Devoldagi biralarni ko'rasizlarmi? Lyustralarini, panoramning o'zining derazasiga ega, televizorning zonasi bor. Bu yoq tarafimizda o'zining sanuzuli. Ko'rasizlarmi? Hamma sharoitga ega. Родительский spalni o'zining sanuzuli bilan. Zinadan chiqib kelamiz, keyingi xonalarni ko'rishda davom etamiz. Yoq tarafimizda xohlasanglar ikkinchi qavatga mehmonxona qilasizlar. Xohlasanglar bu yerda ham родительский spalni qilib qo'yasizlar. Fotodagi ko'rasizlar, razmerli xonalarni, chiroyli lyustrasi bor. Mana bu televizorning zona, tashqariga qaragan derazasi bor va radiatorga mana bu joy tashab ketilgan. Mana qaranglar, ko'chani ko'rasizlarmi? Vahsha dahshat. Shundoq yashab o'rganlaringiz keladi deb borib, bitta like bosing, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring, обязательно. Yoqdimi, yoqmadimi? Xo'p, zinamizdan o'ng tarafga yuradigan bo'lsa, chiqqanimizda ikkinchi qavatimizning yana bitta
detskiy xona qilib bo'ladi. Bu yerda ham xonalarning ko'pligini ko'ryapsizlarmi? Naqd 7 ta xona. Va ikkinchi qavatimizni umumiy sanuzel. Shunda umumiy xonalari 7 ta dedim-ku, qaranglar. Tepa qavatimizda ikkinchi qavatda 4 ta xonamiz joylashgan va bitta sanuzelimiz joylashgan. Родительский spalni ichida yana bitta sanuzel va pastda 3 ta xona plus oshxona bor. Okalar, pastda ham sanuzel bor. Letniy oshxona va zimniy oshxona ikkita bordi. Okalar, 1,5 sotuvga tushgan kompaktli uchastkamizni ko'rdinglar. 7 ta xonasiga ega, ugloyga tushgan, ko'chalarni ham ko'rdinglar. Okalar, endi buni narxi keladigan bo'lsa, startoy narximiz 209.500 bo'lsa baraka qilishingiz mumkin. Sunnatiga yaxshigina skidkasi bor. Kim qiziq bo'lsa past raqam qoldiraman. Shayxon Tohir Jarariqda mana shunaqa ugloyga tushgan tayyor uchastkada bo'lgan tanishlikka video tashlab qo'yasizlar.